Bazı polis aylanamı. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Harmongli ishlar bilan charchab yuribmizlar. Bilaman, bizani obunachilarimizning orasida yoki shu videoni to'satdan ko'rib turgan fermerlar bo'lishi mumkin, dehqonlar bo'lishi mumkin. Yodlaringizda bo'lsa, men sizlarga hafta 10 kun burun aynan Urganch shahrining shu yerda paxtakordan, ya'ni paxtakorga qarab ketaverishda spes texnikalarni ko'rsatdim. Videolarimiz orqali, reklamamiz orqali kelib xarid qilganlar bo'ldi. Bu yerdan bir donasi qoldi. Kichkintoy. Buni ham hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Aytchakim, fermerlar, dehqonlar. Shu vaqtda aytdim sizlarga, kombayn keladi. Yo'lda kelayotir deb video chiqardim. Endi fura yuklanib, yo'lda kelayotgan videolarni qo'ydim. 4 dona kombayn keladi. Shundan ikkisi uje reklamani satib ketdi. Yana ikkisi ko'rib tursizlar, boradi. Buni ham og'am yana Yangi bozordan, O'zbekistondan kelib xarid qildilar. Endi shundan hali ketmaslardan burun bir obzorini qilamiz. Ekranda nomer bo'ladi. Kimga kombaynmi, pogruzchikmi yoki neki spes texnika bo'lsa oldirib bera olasizmi dedim ularga. Hamma narsa. Og'am oldirib beradi, nomer dakadi, to'g'ri notolsa tayyor etib olib borib beradi sizlarga. Oldi sotdini qilasizlar, nomerni dakasizlar, haydab yuraverasizlar. Ishni qilasizlar. Endi bu narsani aytib o'tirish shart emas. Bu narsalarni tushunadi, bilgan biladi. Yana og'am fermer. Yangi bozorning O'zbekiston neridan? Hamid Olimjon mahallasidan kelib og'am xarid qilib turibdi. Dang'alla bo'lsa yaqinlashtirib og'am. Dang'alla bo'lsa kommentariy qoldiraverarsizlar. Xo'p. Bu yandan ketamiz boshda, keyin kombayna to'xtalamiz. Hozirdan bir like bosib qo'yinglar. Dilmir aka. O'tgan safar videoyimizda o'rtada turadi, bang. Ekskavator. Chapinda o'ng'inda bundan ululari, og'alari, ukalari ish qilib, bu uladan qimmatroq o'zi, to'g'rimi? Buni qaraganda vazifasi nima buni? Vazifasi qazuvchi. Bu qazuvchi. Ovla olib cho'nkaradon. Yuklab beradi orqaga. Yuklab beradi. Bu qazadon qimmatroq yuradi. Qazadon qimmat. Lekin kichkintoy bo'lishini qat'iy nazar, narxi ular necha so'madi? $20,000, $22,000. 20 ming, 22 ming dollar har qiladi. Bu necha so'madi shu vaqt? Bu tunida $40,000 berdik bunga Javlonbek. 40 mingga beramiz. Skidga beramiz bunga bir dona qon uchun. Ha. Necha so'm bera olamiz? Maksimalni. Bizani podpishchilarga esa. Buni brendini ayting boshda, OLXga kirib ko'rsin o'zlari. Sog' olun. Sog' podpishchilar. Buni dannisini ayting. Nov variant bu, OLXga kirib narxini solishtiradi. 8 tonnalik ekskavator. 8 tonnalik ekskavator. Mexanika. Henwang degan firmaniki. Xichay motor joylashgan motorindan. Motor nechalik deb aytiladi bo'ladi? Motor quvvati shu bilkada bor.
2025-yil ishlab chiqarilgan. 24 emas axir. 25-yil ishlab chiqarilgan. 5 probeg bilan. 5 probeg. To'g'ri shu yerdan olib ketaveradi. Adapterlari bor, yana kovsha. Mana birkasi bor ekanmi 25? S bo'ladi ekan bulardan. Cobaltlardan S bo'ladi, S 25 oladi. Bulardan S dan boshlanadi ekanda. Gap bo'lishi mumkin emas. Necha so'm skidka to'lasiz? 40 ming dollar aytildi, xo'p. 2000 dollar skidka aytib bering. Ava 2000 oz. Necha aytib bering? 3000 ayting. Bo'ldi, 3000 dollar aytib bering. Shunda 32 ming dollar bo'ladi. 37 ming dollar oladi. 37. Maksimal endi podpishchilar uchun o'zingiz Olex'a giringlar. 37 ming dollara aynan 8 tonnali. Nima dedingiz? Hengwang. Hengwang. Endi bunaqa deyapsiz-ku. Mendan keladi o'ning. Mana. Hengwang 8 tonnalini aynan ishini vidlini Haval 80 solishtirib ko'rasizlar. Toshkentga borib o'tish shart emas deb o'ylayman. Zakaz berasizlar, oldirib beradilar. Oldirib berishingiz uchun sizga pul beriladimi? Yo'q. Berilmaydi. Hacha 1000 dollarmi, 1000 dollarmi zaklat turadi. Eldan bulurimiz. Pul olmaysang? Yo'q. Mana. Ana shunda haqiqiy haqqani ish bo'ladi. Bu 50% ni olib turib 1 oy, 2 oy, 3 oy kuttirib yurmaydilar-da. Ma Dilmurod ishini oldirib bering deydilar. Desangiz, oldirib beradilar. Shunda 37 ming dollar berib berasiz mana. 37 ming dollara berib beraman. Hengwang 8 tonnali. Tushunarli. Va nihoyat kombaynga keldik. Kombayn so'raganlar uchun yoshlar adingiz kim? Qadamboya. Necha yildan beri fermersiz? Bu endi bu nima bilan shug'ullanacaksınız? Elatdan o'zingiz. Biznes. Hisob. Gap yo'q. Dilmurod aka, bu nov degan kombayn bu ikkisi bir razmermi? Laval kombayn baba. Bir razmer, ha? Bir razmer. Lavang. Laval. Laval. L. Havolda 5 taraf ekan, laval ekan bu. Keyin laval ashnami? Yo'q, laval bunda birinchi eldan yozilgan. O ekan. Laval. No, xususiyati nima? Nechadadi bu? Boshqa kombaynlar yo'qmi? Yoshlikda yuramizmi? Yo'lladim. Katta kombaynlarga qaraganda nima farqi bor? O'radi dedilar buni. Bateriyasi yo'q. Sholini o'rishi yaxshi. Shu uchun odamlar halobat tutdi. Avval ham sotganmiz bundan, ko'p sotganmiz. Bir nani ya'ni birinchi sindirmaydi deyaksizmi? Sindirmaydi birinchi. Hozir yana 10 dona geotir. Vishshi sortda, ya'ni zo'ratib zo'r tozalab beradi. Ya'ni keyin baradan birinchini sindirma holda chiqartiraverasiz. Buni xususiyati bu o'radi, tashiydi, bu anda gotovoysimi? Gotovoysi shu yerdan keladi havo. Necha 1-2 tonna olammi? 1 tonna oladi. 1 tonna. Keyin signal beradi. Signal beradi. Motor nechik bunda? Motori ana bilkasida bor. Hammasi, ha? Bom shu 2025-yil ekan bu. 103 kilovat 240 ming nima? Xullas, ish narsani tushunadilar. Rasmga tushirib tashlab qo'yamiz. 4 tonna 250 ekan bu. Zo'r. 25. 7-oy ekan o'zamay. Toza-ku. Biz avgustda zavoddan oldim. Gap yo'q. 5 probeg. Narxi? Narxi 38 ming dollar atib beramiz. Kelishibsizmi? Sen adından keserli gelişemiz. Hisob. Shunda bom shundan shu, to'g'rimi? Bom shundan. 38 ming dollar, bom 38 ming dollar. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi Olex'a girsa, sizdan arzon chiqsa, bundan ham arzon bera olasizmi? Beraman. Giringlar Olex'a, Toshkentga girasizlarmi, boshqa siz chunki Xitoydan oldirib turibsiz. Birinchi qo'l oldiraman. O'rtada pasreylik bo'lsin, o'zingiz oldirib turibsiz. O'rtada logistika ham yo'q. O'rtada logistika ham yo'q. Logistika ham yo'q. O'zlarimiz logistika. O'tirmali, yana bu narsa qaratmasa, qo'ying, g'azatib bir xalq g'azat bersin. Xullas do'stlar, mendan maksimalni ko'rsatib berish, yana kombaynlar. Buni bir ishlatib ham ko'ramiz-ku video davomida. Havo. Asa, sizlar bilan xayrlashamiz do'stlar. Videoni o'tirib bermanglar. Hozir buni ishlash jarayonlarini, nega gap so'z, nechik salondan bir obzorativ muzikalar bilan qo'yib beramiz. Hamma ishlarga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bemalol xarid qilaverasiz, ishonchli odam. Bu kombaynni sotib oldilar-ku, brat. Yangi bozordan. Hozir shuni yuklayotirlar.
Agar shuning trolleybus xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, og'ama bog'lanasiz. Og'a, shu yerdamisiz? Bo'ldi, hisob. Nomeringizni aytib qo'ying. 94 111 0015. Ha. Mashinalaringizni mana bu yana olib qolib kelsak bo'lsa deyman-da. Katta mashina oladigan bo'lsa, ama yengil mashina bo'ladi. Bunda ko'pincha katta mashina ekan-da. Sal baraka kelishingiz kerak. Bu taychakni buzib chiqadi ekan buni. Men o'yladim hozir tros bilan tortadi o'xshaydi bo'ladimi? Yo'q, молодец. Xolos. Bu sotildi. Ismi? Ha, Rushnoyeva. Shuni tortib qo'yasiz. Mana do'stlar. Hamma ishlarga omad. Bir kompan qoldi, bir inova qoldi, bagrush. Yo'lda hali ko'p, yog'ir. Dastavka ham gaplashaversa, balkim shunda masalan bu yangi bozorda olgan bo'lsa, dastavkalar bo'lyapti. Hali o'zingiz Dilmurod bilan suhbatlashaverasizlar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Shu bilan videomizni yakunlaymiz.